Yaxshimsizlar to'rdoshlar, men sizlarning yaqin oshpaz do'stlar shouku bugunmush g'arib samoqtini ihtiyojli qo'r usulini ko'rib chiqamiz. Qo'llash ustida men qo'shib yurak-yurib, pinganchunga alt raqam yo'llab ma'filim ko'plab taqib qo'yganlar amsi ketdik. Qazon sarmasiyab sarmani e'tivogan qo'ygishini asirqib to'g'rab, mayda bir pishiramiz mushalat yenik qo'rib. Mushalikka qo'rvagan ekan, cho'yliq saylarimizni selib ustiga suzib, tugab suzib olsak bo'ldi go'shni. Qayta başdan sarmasiyab eritib olgan ekan, suzib olgan saylarimizni go'shlarimizni qaytadan selib yanishga qo'raymiz. Ma'filim chuqum oxirgacha ko'rib paydim qaranglar. Itala cho'pininki o'lchamlik bo'lgan qo'r usul mushta bo'ladi. Mushalikka qo'rib olgan ekan yenik o'tda. Hamda pishirib tayyor olgan cho'pimizni selib, ishtik o't 7-8 ni o'ylashtiramiz, mush film ko'rsatilgandek. Hamda buning itala cho'piga tayyor olgan jingimizni qo'shib, tuzdan kichikini qo'shib, yana bir 7-8 ni o'ylashtirib ekan ekan, ishtik o't qo'raymiz chuqum. Mushalikka qo'rib olgan ekan, taqsi kelib iste'mol qilsak bo'l to'rdoshlar. Mush itala cho'pininki jingin tanishishni o'rganmoqchi bo'lib qazonlar ayrimxon uchur qilsang bo'ldi. Men mush dars topqa kirib, har xil g'arib samoqning mo'janglarini, Newpayning janglarini tanishishni yutib qo'yma. G'arib samoqni mush itala cho'pi degan mushta bo'l to'rdoshlar. Qo'llab qo'ygan meni qo'shmag'alla qo'shib yurak-yurib pinganchunga alt raqamni yo'llab, mush film ko'plab taqib qo'yganlar, oil do'lamda oshqar restoranda mush usul bo'yicha qolsanglar, noit yeyishli chiqadi. Hammanglar rahmat to'rdoshlar.